Assalomu alaykum barchaga. 1-iyun. Stolimizda birinchi qizimiz yotibdilar. Mediaforum Eko filiali. Mirobod filialidamiz. Bu qizimiz ham avval endometrioz tashxisi bilan bizda laparoskopik operatsiyalar bo'lganlar, kistalar olingan, juda ham kuchli spaychniy proses bo'lgan, ichaklarda muammo bo'lgan, operatsiya laparotomicheskiy operatsiyalar bo'lganlar avval ichak bilan muammo bo'lgan edi va laparoskopik kistani olgandan keyin bitta xirurgiyada ko'p uchrab turadigan asorat bilan uzoq vaqt bizning klinikamizda yotib davolandilar. Asoratlarni to'g'irlab uylariga jo'natganmiz. Bu qizimiz Qoraqalpoq Respublikasini Borsa kelmas degan posyolkada yashaydilar. Biladigan odamlar biladi nima haqida gapirib o'tganimni. Aytmoqchimanki, bizning klinikaga yetib kelish uchun 2 sutka avtobusda yo'l bosib keladilar. O'tgan safar gidrosalpinx turbalarni oldirib tashladik. Tuxumdonlarni pastga tushirtirdik va ikkitagina folikul bor edi. Operatsiyadan keyin, asoratlardan keyin o'zlariga keldilar. Simulyatsiyaga oldik. Simulyatsiyada hech narsa o'sib chiqmadi va uyga qaytarib yuborgan edik. Lekin yana davomiy kurashishga ahd qilib, yana tabletирование qilib, arzimagan stimulyatsiya berib yuborgan edim. Shuni ichib, uziga borib, bitta folikul topib, keyin tabiiy harakat qilib qo'yildi desam ham 2 sutka yo'l bosib kelyaptilar bugun. Mana hozir soat 10 da punksiya edi. 10 ta ekan 10 da kirib keldilar klinikaga. Olsak, bitta tuxum hujari bor ekan. Bekoriga ayollarning o'zini yuragi sezadi. Inshaalloh bularda ham onali bo'lish nasib qilsin deb juda ham xohlayapmiz shu qizimizga yordam berish.